Avval sizlar bilan obzor qilib o'taman. Varden bilan urushadigan bo'lsangiz, Nezirin kiyimlar bilan urushadigan bo'lsangiz ham sizni ikkitagina zarbadayoq Varden yo'q qilib yuboradi. Mana masalan meni bittada o'ldirib yubordi. Bu sizning eng katta xatoyingiz bo'ladi. Sababi Power Suit modlarini o'rnatmaganingiz uchun ham Varden sizni ikkita zarbadayoq yo'q qilib yuboradi. Power Suit modlarini meni kanalimdan topishingiz uchun mana shu YouTube kanalidan topishingiz mumkin. Hacker deb yozsangiz meni kanalim chiqadi va obuna bo'lib, kanalni ochish tugmasini bosasiz. Bosgandan so'ng yana degan tugmasi bor. Mana shuni bosasiz. Bosilgandan so'ng Telegram turibdi, tepada mana havolalar. Shuni bossangiz, men Telegram to'g'ridan-to'g'ri meni Telegram kanalimga o'tasizlar. Bu Telegram kanalda meni kanalimga qo'shilish tugmasini bosib, qo'shilib qo'ysangiz, ko'pgina modlar tashlayman hali. Xo'sh, Advanced Power Suite'ni bitta ustiga bossangiz, o'yinga kirib ketadi va Import Started degan yozuv chiqadi. Tevada shu yozuv chiqqandan so'ng sizlar o'yinga kirib ketasiz. Yangi dunyo ochamiz va kreativga qo'yib Resource Packs, ya'ni shu tugmaga bosib Power Suitlarni aktivlashtiramiz, ya'ni plus tugmasini bosamiz. Shundan so'ng mod aktivlashadi va o'yinni boshlash uchun create tugmasini bosib o'yinga kiramiz. O'yinga kirgandan so'ng 1-daqiqa kutib turamiz. Yoki soniya. Mana o'yinimizni kreativ rejimida boshladik. Bu yerdan esa armorslar, ya'ni kiyimlar joyiga o'tib, eng kuchlisi ya'ni Astral Suitga o'tamiz. Ulardan bironisini ham kiyib olamiz. Shimi va oyoq kiyimlar shart emas, sababi shimi juda o'ta tez yuguradi, ekraningizni juda g'alati qilib qo'yishi mumkin. Oyoq kiyimi esa uchiradi. Varden tuxumini olamiz va survivalga o'tib olamiz. Survivalga o'tib, Vardenni endi paydo qilamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, Varden paydo bo'ldi. Men survival rejimdaman. Nechta urganimda o'ldi bilmadim. Nechta urganimda o'lganimda kommentariyada yozib qoldirasizlar. Xullas, sizlar bilan Hacker bo'ldi. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.